O'rta Osiyoda ham buni juda mukammal tarzda ishlab chiqarib bo'ldik buni. Assalomu alaykum aziz bizni kuzatuvchilar, aziz yurtdoshlar. Bugungi ko'rsatuvimiz Rishton tumanida joylashgan, ya'ni Aziastar kompaniyani asoschisi Iqboljon Isroil bilan biz suhbatlashamiz. Iqboljon, endi o'zingizning rejalaringiz to'g'risida suhbatlashamiz. Yunusjon aka, bugungi kunda ko'p turdagi texnologiyalarni yanada takomillashtirishlar bo'yicha kuniga bizda yangiliklar bo'ladi. Og'ir, juda katta bo'lgan texnologiyalar ishlab chiqaramiz. Bu joyda avtoklavni gazobeton ishlab chiqarish uchun siloslar, avtoklav ishlab chiqarilmoqda. Buning tepasi bortlari ham bor, 8-9 kub oladi. Qum mahsulotlarini, sement mahsulotlarini kilalab o'tkazib turadi o'zi. Elevatordan elab turib o'tkazadigan moslamamiz. Terilgan yo'q bu. Bu uskunamiz gaza bloklari uchun mishalkalar bular. Bu uskunamiz reska deyiladi. Gaza bloklarimizni bo'laklarga ajratib kesib beradi bu. Hozirgi bu uskunalarimiz Xitoy texnologiyasini, Rossiya texnologiyalari bilan solishtirib ko'rishingiz mumkin. 0,86 kubli to'rtburchak qolib bo'ladi bular. O'zbekistonda bular halicha ommaviylashib ketmagan. O'rta Osiyoda ham buni juda mukammal tarzda ishlab chiqarib bo'ldik buni. Bular nima vazifa bajaradi bular? Bular shinek deyiladi bular. 6 metrda, 10 metr, 5 metr har xil turdagi shineklarni ishlab chiqaramiz. Bu chet eldan olib kelyapti turgan shineklarimizdan turbalari bizniki baquvvatroq, qum sementlarni avtomatik vazdushniy bo'ladi bu. O'zi avtomatik ochilib, bekilib, mishalkalarimizga tashlab beradi bu. Monitorda turib boshqaradi hamma zavodlarimizda.